Ko'p mijozlarimiz bizdan g'ishli xonadon so'rashadi. Talablariga binoan mana g'ishli 2 xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz esa Yunusobod tumani 4-mavzeda joylashgan bo'lib, 2 xona 3-qavat 4 qavatli dom. Umumiy maydonimiz esa 56 kvadrat metrni tashkil qiladi. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, video so'ngida aytib o'tamiz. Unda uyimizning obzorini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mebel texnikalar bilan birgalikda undan tashqari tez orada bulvar ko'chaga aylantiriladigan fayzli xonadon xohlaganmidingiz? Bu videoni siz aniq ko'rishingiz shart. Mo'ljalimiz esa sezam. Xonadonimiz g'ishli dom. Balkonimiz 2 ga 6 metrni tashkil qiladi. Uyimizning remonti o'rta holatda. Lokatsiyamiz juda qulay joyda joylashgan bo'lib, yo'nalishli avtobus, ko'ngilochar maskanlarga juda ham yaqin. Xonadonimiz sizga yoqgan bo'lsa, bitta laykni aymasangiz, uyimizni bahosi bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu videoni uy sotib olmoqchi bo'lgan yaqin do'stingizga jo'natib qo'yishni unutmang. Uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, 69.300 ni tashkil qiladi. Baraka uylar sizga eng yaxshisini ulashadi.